Mana buni sen sizga. O'tganingga baraka. Tukoring. Oshiqma bor ekan. Onamga o'xshagan nurli yuzligim, to'yib erkalatgan shirin so'zligim, Sizga. Kuyovingizga iloyim qo'shcha qarib yuring jonajon. Amin. Mana. Kuyovingizga telefon kerak ekan, xolamga dedim, shundoqga podarka qilib berib, olib kelib beribdilar. Pensiyalardan to'lab turadi. Yo'q, kerak emas ekan. So'g'i ekan sizga. Onamga o'xshagan eng Sarflaganlaringni o'rnini 10 barobar omon bo'lsin. kuyov bilan qo'shib qarib yurgan. Xoladan onaning Vaqtingizni ko'rgan. Yaxshi kunlarga ishlating. Oching buni. Ochib ko'ring endi. Aniq yoqadi. Videolar tashladim. Hayajonlanganda qattiq Mana bitta xolam borlar. Toshkentdan Samarqandga kelin bo'lib ketib qolganlar bir necha yillar avval. Toshkentga mehmonga keluvdilar bir haftacha oldin. Xo'jayiningdan telefon so'rab ber, oyma-oy bo'lib berishga deb so'radilar. Keyin hop dedim, keyin turmush o'rtog'imga aytdim, shunaqa xolamga telefon kerak ekan, oyma-oy bo'lib berish ketsam, hop dedilar-da, yangi telefon olib berdilar. Bu telefonni pulini olmagan, sovg'a qilib bergan xolanglarga dedilar. Shunaqangi xursand bo'lib ketdim. Bu kimlar uchundir arzimas narsa, lekin men uchun juda ham xursandchilik narsa.